Nima mahallada yaqinda o'g'irlik bo'lgan ekan? Mahallada o'sha mahalla bilan yaxshi qilib odam ish. Yo'q, bizlar mahallada unaqa odam yo'q-ku. Esingizda man Dilshod degan bola bor, kvartirada turadi. 3-4 yil oldin o'g'irlik qilaman, qo'lga tushib qolgan. Menimcha o'sha qilgan bo'lsa kerak. Necha o'g'irlik qilgan ekan? Nima farqi bor? O'g'ri baribir o'g'rida. Nima bo'ldi? Yaxshimisizlar? Mana qatlidan? Ha, ko'chaga chiqdim. Kechagi o'g'ronni ushlashibdi. Yo'q, kim ekan? Qo'shni mahalladagi bir bola ekan. Yo'q, unaqada o'sha kuni Dilshod tugman bilan ko'ngilni ortib qo'yibsiz-da. Men qayerdan bilay? Hayolimga o'sha keldi. Oldin o'g'irlik qilgan. Aytaman shuning uchun bir narsani bilmasdan turib gapirmagin deb. Endi borib uzr so'rab qo'ygin. Nasihat qilmasang-chi. Ham bilmagan. Hozirgina siz ko'rib turgan lavha orqali biz sizlarga jamiyatda qotib qolgan salbiy stereotiplarning inson hayotiga, uni jamiyatga moslashishiga, sotsiumga qo'shilishiga qay darajada ta'sir qilishini ko'rsatib bermoqchi bo'ldik. Ya'ni bu bilan nima demoqchimiz? Jamiyatda nosog'lom muhitda, noto'liq oilada katta bo'lgan farzandlarning hammasi ham jinoyat yo'lini tanlaydi yoki bo'lmasa ma'lum bir darajada jamiyatda o'z mavqeiga ega bo'ladigan inson sifatida yetishib chiqa olmaydi degan g'oyalarni noto'g'ri ekanligini aks ettirmoqchi bo'ldik. Video lavhamiz bosh qahramonida, ya'ni Dilshodda ham ayni shu narsani guvohi bo'lishingiz mumkin. Dilshodda jamiyat tomonidan tan olinmaslik, doimiy shubha, gumon va salbiy stereotiplar asosida insonlarning unga bo'lgan nigohi unda o'ziga bo'lgan ishonchning, bahoning pasayishiga, irodaviy sifatlarning susayishiga olib keldi.